Farzandingizga kuchli nazorat emas, to'g'ri muhitdagi maktab kerak. Farabiy maktabi ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirgan zamonaviy xususiy maktab. Maktabda ingliz tili, arab tili, matematika va kitobxonlik fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. 79 nafar o'quvchimiz milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan. 54 nafar esa xalqaro va mahalliy olimpiadalarda yuqori natijalarga erishgan. O'quvchilar maktabning o'zida IELTS, TOEFL va SAT sertifikatlariga tayyorlanadi. Shuningdek, qizlar gimnastika, o'g'il bolalar esa taekvondo va shaxmat to'garaklarida qatnashadi. Farabiy maktabining Chilonzor, G'azalkent va Chorvoq filiallari mavjud. Farabiy ta'lim va tarbiya uyg'unlashgan maskan. Sulton Abdulhamidxon podshohligi paytida unga nisbatan juda ham haqorat, nomus, tanqidiy ko'plab risolalar chiqqan, ko'plab gazetalar chiqqan va buni ko'rganda albatta Sulton Abdulhamidxon rohatsiz bo'lardi va o'zini yaqinida turganga aytardiki, bu yozuvlarga chizilgan narsalarga qaraydigan bo'lsak, katta ehtimol bilan men oxirgi Usmoniy sultoni bo'laman. Mendan keyin keladiganlar albatta bu hokimiyatga ega bo'la olmaydilar. Bu hokimiyatga ega bo'lish qiyin deb aytib o'tib ketgan. Rostdan ham aytgani kabi bo'ldi. Va undan keyin shuni ham qo'shib aytar ekanki, bu hokimiyatning yangi egalari meni xohlamaydilar. Ular ukamni xohlaydilar. Chunki ukamga har narsani qildiramiz deb o'ylaydilar ular, deb Sulton Abdulhamidxon shunga o'xshash gaplarni gapirgan ekanlar. Hattoki Sulton II Abdulhamidxonni haramidagi begona ayollar bilan bo'lgan munosabatlarni ham tashqariga olib chiqarganlar tuhmat sifatida. Ya'ni bunday voqealar bo'lmagan, lekin mana shunday darajada tuhmat qilishgan ekan Sulton II Abdulhamidxonga. Xo'p. Uni hattoki nima deydi, Sulton Abdulhamidxonni tanqid qiladiganlar hattoki saroy ichida ham topilgan. Ya'ni kutubxonaga vazifador bo'lgan kotiblari aytarkanki, Abdulhamid juda ham johil insondir ekan. Kotiblari aytarkan. Chunki kutubxonasida 30 ming jildlik bir kulliyot kitob bor, lekin biron bir kun kelib Abdulhamidxon ana shu kitoblarni birontasini o'qimagan. Abdulhamidxon juda ham johildir ekan. Bu nafaqat bitta kotib, ikkita kotib aytgan ekan bu gaplarni. Endi shunga nisbatan aytilmoqda, lekin vaqtida aytibdiki, albatta tadqiqotlar shuni ko'rsatib turibdiki, bu mutlaqo noto'g'ri dalil. Chunki Ikkinchi Abdulhamidxon kotib qayerdan biladi podshohni qachon kutubxonaga kirib o'qigan yoki o'qimaganligini. Lekin tadqiqotchilar aniqlashganki, Sulton II Abdulhamidxon juda ham ko'p vaqtlarini albatta kutubxonalarda kechirishgan, lekin ba'zi kotiblari uni johil sifatida atagan, aynan kutubxonaga kirmaganligi tufayli. Va yana bitta kotibi Mushtaq Mayokan ikkinchi Abdulhamidxonni johil deb atagan ekan. Nimaga desa, arabcha va forscha kalimalarni bilmaydi Sulton Abdulhamidxon. Nimaga unaqa deyapsan desa, chunki Abdulhamidxon yozayotgan paytimizda arabcha va forscha kalimalar qo'shmanglar deb buyruq berardi deb aytgan ekan. Ya'ni tushunib turibsiz, muhit shunday bo'lganki, tashqarida Abdulhamidxonni qoralashgan, tanqid qilishgan, doimiy tanqidlar, doimiy qoralovlar va saroyda turgan kotiblari ham, undan uzoq turgan kotiblari ham bu narsalarni eshitgan tabiiy holatda. Qarasa, kutubxonasiga Abdulhamidxon ham kirmaydi, kitob ham o'qimaydi. Bu johil insonda o'shancha shunaqa bo'lyapti. Va bir arabcha va forscha kalimalarga, yozuvlarga qo'shmanglar demoqda. Demak, bu arabcha va forschani bilmas ekan degan narsa kelib chiqqan. Lekin ikkinchi Abdulhamidxonni chuqur o'rganilganda shu ma'lum bo'lganki, ikkinchi Abdulhamidxon Ibn Sinoni original kitobidan o'qigan. Ya'ni asarlarini original kitobdan o'qigan. Ya'ni arabchada yozgan Ibn Sino va arabchani shunchalik chuqur bilgan va o'z navbatida forschani ham juda ham chuqur bilganligi to'g'risida rivoyatlar mavjud. Ya'ni bu to'g'risida hech kim inkor qilmagan. Lekin forschada ham, arabchada ham juda ham kuchli bilgan, lekin uni atrofdagilari bilmaydigan johil inson sifatida ko'rishgan. Ya'ni muhit mana shunday shaklda bo'lgan va Abdulhamidxon unday o'zini ko'rsatadigan inson aslida barchadan o'zini yiroq tutib yolg'iz yashaydigan, kitob nomiga o'xshagan yolg'iz holatdagi bir inson edi, bir podshoh edi. Hattoki o'z davrini kotiblaridan Rashid Bey ham Abdulhamidxon haqida juda ham yaxshi gaplar yozgan ekan, lekin hattoki o'z davrini mashhur olimlari ham qanday qilibsan Sulton Abdulhamidxonga yaxshi gap, ijobiy gaplar aytishing mumkin deb uni ham tanqid qilishgan ekan. Ya'ni shunchalik darajada Abdulhamidxonni ular yomon ko'rishgan. Ya'ni Abdulhamidxonni mana shunday tarzda tushunishgan. Xullas kalom, talxi gulli zo'r gapi bor. Uni davrida biz ham, ya'ni Abdulhamidxonni davrida biz ham yashaganimizda Abdulhamidxonga dushman bo'lardik.
lekin uni naqadar yukni ko'targanligini, naqadar ishlar amalga oshirganini lekin biz bila olmaganmiz. Ana shu davrda yashasak degan. Hali aytdim-ku, Abdulhamid xonni bu taxtga olib kelgan Buyuk Britaniyalarning haqiqiy odami hisoblangan Midhat Pasha edi. Ya'ni Abdulhamid xondan oldin uni amakisi Sulton Abdulaziz o'tirgan. Uni ham ag'dargan Midhat Pasha bo'ladi. Abdulazizdan keyin Sulton Murodni qo'ydi uni o'rniga. Ya'ni bu hokim, ya'ni podshohlarni almashtirardi Midhat Pasha. Demak, Sulton Murodni ham, ya'ni mas'ul bo'lgan Sulton 5-Murodni ham u qo'ydi va uni ham ag'darib, keyin Abdulhamid xonni qo'ydi Midhat Pasha va Namik Kemal bilan suhbat uyushtirishgan ekan Midhat Pasha. Birga bo'lib turib kulishib ichishgan paytida Namik Kemal Midhat Pashaga qarab aytgan ekan: "Siz Sulton Abdulazizni ag'dardingiz, 5-Murodni ham ag'dardingiz. Endi Abdulhamid xonga qachon navbat keladi? Uni qachon ag'darasiz?" deb kulib gapirgan ekan. Lekin hali aytib o'tganimdek, Abdulhamid xonni maxfiy, ya'ni Abdulhamid xonning razvedkasi shunchalik kuchli bo'lganki, mana shu xabarlarni Abdulhamid xonga olib kelgan. Abdulhamid xonga keltirgan. Mana shunday gaplar qilishmoqda. Ya'ni Abdulhamid xon haqiqatan ham o'z davrining eng kuchli razvedkasini tuzgan inson. Razvedkasi haqiqatan ham kuchli bo'lgan. Mana shu yerdan ham bilsak bo'ladi, Abdulhamid xon o'zini dushmanlarini ichiga o'z odamini qo'ya oladigan inson bo'lgan. Midhat Pashalarning ichida o'zini odamlari bo'lgan. Midhat Pashalar albatta Abdulhamid xonni ag'darmoqchi bo'lgan, lekin uni ag'darishidan oldin Abdulhamid xon Midhat Pashani o'zini yo'q qilgan. Eng qizig'i, Midhat Pashaga o'sha Namik Kemal qachon Abdulhamid xonni ag'darasiz deganda, uni ham vaqti kelib qolar degan Midhat Pasha, lekin oxir oqibat bir muddat bosh vazirlikdan tushirdi pastga, past lavozimli Midhat Pashani o'tkazib, undan keyin boshqa bir moddani, ya'ni konstitutsiyadan foydalangan holatda uni surgunga yubordi va undan keyin butunlay qutuldi Midhat Pashadan Abdulhamid xon. Ya'ni bu ham oldindan rejalashtirilgan edi. Oldindan rejalashtirilgan. Xo'p, mana shunday Namik Kemal va shu kabi o'z davrining yuksak aqlli insonlari, ko'pchilik mana shunday aqlli insonlar Abdulhamid xonga qarshi edi haqiqatan ham. Ya'ni hozirgi kunimizda u davr jadidlari desak bo'ladi. Namik Kemal ham u davr jadidlari, ya'ni Jon Turklar asosan Jon Turklar ittifoq, Jon Turklar va mana shunday oqil insonlar Abdulhamid xonga qarshi bo'lgan. Va bular qayerdan, dunyoqarashi qayerdan edi desa, shu yerda aytib o'tmoqdaki, vaqtidan keyin Abdulhamid xon o'zi ochgan maktablar ochtirdi va maktablarda yaxshi ta'lim berildi. Bu insonlarni o'zi Abdulhamid xon yetishtirgan, tushunasizmi? Fransiya tizimini qo'ydi. Matematika, fizika, astronomiya, arabcha va forscha darslar berilardi u ochgan maktablarda. Va bunday insonlarni juda ham kuchli yetishtirdi, lekin biroz g'arblashgan bo'lib yetishdi. To'laqonli g'arb sistemasi qo'yilmaganda, lekin biroz g'arblashgan edi. Ya'ni demokratlashgan desa ham bo'ladi. Mana shunday tizimda katta bo'ldi va Abdulhamid xon o'zi yetishtirgan, o'zi maktabida yetishtirgan insonlar, maktablarida yetishtirgan insonlar kelajakda chiqib unga o'ziga qarshilik qildi. Ya'ni ular kelajagimizda bundan ham Abdulhamid xondan ham yaxshiroq bir insonni keltirishimiz kerak degan ishni ilgari surishdi. Va shu sababli ham Abdulhamid xonni doimiy tanqid qilishdi. Va vaqtidan keyin ham aytmoqdaki, eng katta xatosi ham Abdulhamid xonni shu bo'ldi demoqda. Uni ag'darganlar o'zi ularni Abdulhamid xonni o'zi yetishtirgan. Ittifoq va Taraqqiy, Jon Turklarni tarbiyalagan Abdulhamid xonning maktablari edi va maktablarda ana shu fransuz tizimini tiqdi va g'arbroq bir tizimni ilgari surdi va natijada ana o'shalar Abdulhamid xonni tanqid qilib, Abdulhamid xonni ag'darishmoqda. Ya'ni Abdulhamid xon o'zidan keyingi Turkiyani dizayn qila olmadi. Asosiy muammo shunda demoqda. Ya'ni vaqtidan keyin o'zidan keyingi holatni o'ylamadi. Ko'proq o'zini hozirgi holatini o'yladi, lekin kelajakda qanday hodisa bo'lishliklarini inobatga ola olmay qoldi. Ozgina xatosi bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda uni xatosi deb aytmoqda. Endi faqat hozirgi holatni, hozirgi odimlarini o'yladi. Tabiiyki, chunki u davrda shunchalik ko'p ish bor ediki, o'zidan keyingi davrlarga tayyor bo'la olmadi. Ya'ni shunchalik ishlari og'ir edi, bosim juda ham katta ediki, Abdulhamid xonga davlatning kelajagi, yoshlarning kelajagi haqida o'ylamay qoldi. Ularni mana shunday holatga kelishligini, yoshlarning mana shunday holatga kelib qolishligini o'zi tushunmay qoldi, o'zi bilmay qoldi Abdulhamid xon deb aytmoqda. Ya'ni yoshlarni ulardan ham yaxshiroq tushuna olmadi demoqda.
yoshlar, u davrdagi yoshlar inglizlarga vosita bo'lib ketdi, inglizlarga qurol bo'lib ketdi. Inglizlar yoshlardan juda ham zo'r foydalandi, lekin Abdulhamidxon ulardan zo'r foydalana olmadi. Ulardan o'zini biroz yiroq tutdi va natijada inglizlarga berib qo'ydi. Masofa saqlaganligi uchun yoshlar ingliz tomonga o'tib ketdi. Asosiy masala, asosiy muammo shu demoqda. Ya'ni oq titiniydi. Ya'ni Ittifoq va Taraqqiy Jon turklarni tushunishga harakat qilsa bo'lardi. Ularga imkon, ularga fursat bersa bo'lardi, lekin mana shu narsaga Abdulhamidxon e'tibor bermadi. Asosiy muammolar mana shundan keyin kelib chiqdi denmoqda. Bilasiz, Sulton Abdulaziz Xon, ya'ni Abdulhamidxonning amakisi taxtga o'tiradi va uni ag'darishadi. O'zi uni ag'darishni Sulton Murod o'zi harakat qiladi. Ya'ni Abdulazizdan keyin o'tirgan Sulton Murod yoshlarga, juda ham ko'p kishilarga juda ham ko'p pullar beradi. Amakimni ag'daraylik. Amakimni taxtiga o'zim o'tirishim kerak deydi. U juda ham ko'plab tashqi kuchlardan ham qarz oladi. Bilasiz, Usmoniylarda eng katta bo'lgan masonlardan 5-Murod, bitta mason podshoh bor, u ham bo'lsa Sulton 5-Murod bo'ladi. O'sha 5-Murod tashqaridan juda ham ko'p pul oldi. Nima uchun va hattoki 1 million tilloga qarzga ham kirib ketdi. 1 million liraga qarzga kirib ketdi. Nimaga bunchalik qarzga kirib qotgandi Shahzoda Murod desanglar? Chunki kishilarga, insonlarga juda ham ko'p pul berardiki, bor tashqariga chiq. Sulton Abdulazizga qarshi norozichiligini bildir. Tashqariga ko'pchiligi tashqariga olib chiqardi va Sulton Abdulazizga norozichiligini bildirardi. Sababi norozichilik bildirsa, shu orqali o'zim taxtga kelaman. Mana shunday norozichilik bo'laveradi, davlat parokanda bo'laveradi va keyin taxtga men kelaman deb o'ylardi Sulton Shahzoda Murod. Shu sababli juda ham ko'plab pullarni sarflab yubordi yosh bolalarga, insonlarga. Va bu holatlardan, bu norozichiliklardan Sulton Abdulaziz o'zi ham rohatsiz bo'ldi va natijada ana shu norozi bo'lib kelgan aqlli insonlarning ikkitasini oldida, bulardan bittasi Xayrullo Afandi. Xayrullo Afandini Shayxul Islom qilib qo'ydi. Husayn Amni Poshoye bo'lsa askar qildi. Mana shunday ikki insonni unga qarshi, unga isyon ko'targan ikki isyonchini kattalarini o'zini oldiga olib keldi. Sababi insonlar, sizlar mana shunday insonlarni xohlamoqdasiz, mana o'zim olib keldim, davlatni boshqarishda menga yordam beradi deb olib keldi. Natijada Xayrullo Afandini Husayn Amni Pashaga o'zini oldiga olib keldi va ular mana shu Sulton Abdulazizni ag'dardi. Mana shunday katta xatolar amalga oshirdi Sulton Abdulaziz. Va buni shahzodalik paytda Abdulhamidxon ko'rib turgandi ko'z o'ngida. Ya'ni amakisini qanday xatolar amalga oshirayotganini juda ham yaxshi tushunib turgan edi. Haqiqatan ham mana shu insonlar Sulton Abdulazizni keyin ag'darishdi. Sulton Abdulazizni ag'darish chunki eng yaqiniga aylangan edi. Sulton Abdulaziz bo'lsa bu harakatlarni xabarini berishdi Sulton Abdulazizga. "O'y, sizni ag'darishadi." Hatto Abdulhamidxon ham ba'zida aytdi. Sizni ag'darishlari mumkin deb xabar berishdi, lekin Sulton Abdulaziz e'tibor bermadi. Bular ag'dara olmaydi mani deb o'yladi. Lekin bir kunda kechki payt ana shu Do'lmabog'cha saroyida dengiz tarafdan isyonchi qo'shin keldi. Do'lmabog'cha saroyi, agar bilsanglar, dengizni shunday oldida joylashgan. Dengizdan bitta isyonchilar keldi, shu bilan Abdulazizni ag'darishdi. Ya'ni Abdulhamidxonni amakisini ag'darishdi. Bu juda ham katta dars bo'ldi Abdulhamidxon uchun. Shu sababli u o'zini doimo uzoq tutdi, hattoki o'sha Do'lmabog'cha saroyi dengiz oldida joylashganligi uchun u yerdan ham chiqib ketdi. Chunki meni ham ag'darishlari mumkin deb bilib, undan ham Yildiz saroyiga ko'chdi. Yildiz saroyi nisbatan himoyaviy tizimi juda ham kuchli ishlangan edi. Yildiz saroyidan umuman tashqariga chiqmagan Abdulhamidxon. Odatda umuman chiqmagan. Faqat jumalarga masjidga chiqardi. Masjid ham 200 metr atrofida. Boshqa paytlarda hech qanaqa tashqariga chiqmagan. Chunki baribir xavf bor. Sulton Abdulaziz, undan oldin Sulton Abdulaziz amakisi ag'darilib o'ldirildi. Undan keyin Sulton Murod ag'darildi. Tabiiy holatda albatta o'zi ham bilib turardi mana shunday xavf borligini, shu sababli tashqariga chiqmadi. Undan keyin Sulton 5-Murodni Sulton Abdulazizdan keyin taxtga qo'yishdi, chunki Sulton 5-Murod o'sha mas'ullarni guruhi bilan kelishgan edi. Lekin undan keyin ham Sulton Murodning mazasi bo'lmay qoldi. Undan keyin taxtga Abdulhamidxon keldi. Va bir mason guruhlar bu yerda rejalashtirishdiki, Abdulhamidxonni biz taxtdan ag'darishimiz kerak. Chunki bo'ysunmayapti Abdulhamidxon. Qanday ag'daramiz desa, Sulton Murodni qaytadan o'tkazamiz. Uni Sulton Murodni
Abdulhamidxon saroyidan olamiz. Abdulhamidxonni saroyidan olib Angliyaga olib boramiz, uni davolaymiz va qaytadan olib kelamiz. Olib kelib uni podshoh qilamiz. Abdulhamidxonni ag'daramiz deb mason guruhlar va Angliya boshchiligi mason guruhlar tuzishgandi shunday reja. Va Chirag'on saroyiga mana shu guruhlar ayol kiyimida, ya'ni paranjida ayol kiyimida kirishdi. Ayol kiyimida kirib 5-Murodni qochirib Angliyaga olib ketishmoqchi edi. 5-Murodni qochirmoqchi edi, lekin Sulton Abdulhamidxon ularning xatti-harakatini oldindan bilib bo'lgandi. Chunki bu mason guruhlarning ichida Abdulhamidxonning odami bor edi. Aytdim-ku, razvedkasi juda ham kuchli edi Abdulhamidxonni deb. Xuddi shunday bo'ldi. Sulton Abdulhamidxonning odamlari bilib qolishdi va bu paranjidagi josuslarni bilib ularni o'ldirishdi. Va 5-Murodni olib qochish olmadi. Abdulhamidxon bilib turardi 5-Murod albatta amakisi bu juda katta xavf ekanligini. Va shu sababli ham oldindan bu narsani ko'ra bilgan edi. Bu ham Abdulhamidxonning siyosiy juda ham kuchli zakosi. Agar Abdulhamidxondan boshqa podshoh bo'lganda bu taxtda 1 yil ham qolmasdi, balki 2 yil ham qolmasdi. Ag'dariladi. Lekin Abdulhamidxon 30 yildan uzoqroq bu taxtda o'tirdi. Ana shu siyosiy aqli va zakovati tufayli bo'ldi bularning barchasi. Boshqa narsa emas. Mana shunday holat.